Assalomu alaykum hammaga Universal oshxonaga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan juda ham mazali antiqa taom tayyorlaymiz. Ko'rinishidan juda ham ishtaha ochar, mazasi ham juda ham ajoyib. Xamiri ham og'zingizda eriydigan xamirlardan bittasi bo'ladi. Birinchi ishni qiyma tayyorlashdan boshlaymiz. 100-150 gram o'simlik yog'ini qizdirib, 3 ta 4 ta piyozni mayda to'g'rab qovurib olamiz ozgina yumshagunicha. Yumshagandan keyin 1 kilo tovuq go'shtini solamiz. Men tovuqni to'sh qismidan foydalandim. Yaxshilab go'shtimiz bilan piyozni aralashtirib qovurib olamiz, toki go'sht yaxshilab rangi o'zgargandan keyin 10-15 minut past olovga dimlab qo'yamiz. 10-15 minutdan keyin ochib ziravorlarni solamiz. Zira, kashnich urug'i hamda tuz, paprika solamiz. Yarim osh qoshig'ida tomat solamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz bularni ziravorlar bilan. Olov o'rta olovda qovurishda davom etamiz. Bitta kichkina pomidor, 2 ta mayda to'g'ralgan bulg'or qalampiri solamiz. Bularni ham yaxshilab aralashguncha 10 minutcha qovuramiz. 10 minutdan keyin olovni o'chirib, sovutishga olib qo'yamiz. Endi xamir qilishni boshlaymiz. Idishimizga 550-600 ml iliq suv solamiz. 1 choy qoshig'ida shakar, 1,5 choy qoshig'ida tuz solamiz. 1 choy qoshig'ida dro'jji solamiz. Quruq dro'jjidan foydalandim. Yaxshilab aralashtirib tashab, sekin unimizni solishni boshlaymiz. Menda un elangan un, sizlar ham elab solinglar albatta. 930 ming grammlar atrofida un ketadi. Ozgina-ozginadan solasizlar. Yumshoqqina xamir qorishi kerak. Birdaniga unni ko'p solib qo'ymanglar. Xamiringlar qattiq bo'lsa, keyin yoyishga qiynalasizlar. Xamir qanchalik yumshoq, mayin bo'lsa, shunchalik xamiringlar chiroyli zo'r chiqadi. 15 minut ustini yopib, tindirgani qo'yib qo'yamiz. 15 minutdan keyin xamirimizni idishdan ko'tarib olamiz. Xamirimizni teng 5 ta qismga bo'lib olamiz. Idishimizni oddiy o'simlik yog'i bilan yog'laganimizni kesib olgan xamirlarimizni dumaloq qilib zuvolachalarga bo'lib, zuvala holiga keltirib laganga terib chiqamiz. Ustilarini ham ozgina yog'lab olamiz. Yog'langan xamir tez tinadi hamda yumshoq bo'lib, tez yoyiladi. Ustini yopib, yana 5-10 minutga tindirishga qo'yib qo'yamiz. Yaxshi tinib turgan xamirimiz, stolimizni ozgina rastительный o'simlik yog'i bilan yog'lab olib yoyamiz. Shunda tez va oson yoyiladi. Endi ichiga eritilgan sariyog' yoki margarin surishinglar mumkin. Yaxshilab hamma yog'iga bir tekis qilib surib olamiz. Xuddi shunaqa qilib taxlash kerak. O'rtalariga ham surib tashlaymiz. Xuddi shu videoda ko'rgandek qilib taxlab olinadi. Hamma taxlaganlarimizni ustiga salofan yopib laganga alohida olamiz. Laganga qo'yganimizda albatta orasiga o'simlik yog'i surib qo'yinglar. Bo'lmasam yopishib qoladi bir-birlikka. Hamma 5 ta xamirni ham xuddi shunaqa qilib yoyib, to'rtburchak shaklga keltirib o'rab olamiz. Oxirgi xamirni yoyib bo'lganimizdan keyin birinchisini olib yasashni boshlaymiz. Birinchisi tini bo'lgan bo'ladi. Bunisini juda ham katta qilmagan holda listimizga yarasha qilib bo'yini yoyib olamiz. Juda yupqa yoyib olish ham shart emas. Endi bir chetiga boyaga qovurib sovutilgan nachinkamizni solamiz. Nachinkani avval teng 5 ga bo'lib olsanglar, hammasiga bir tekisda yetadi hamda bir xil chiroyli bo'lib chiqadi. Xuddi shunaqa qilib ikkita tomonini yopib, bosmasdan sekin o'rab olamiz. Chetini bo'lsa
pichoq yordamida yoki keskicha yordamida xuddi shunday qilib qiyalatib kesib olamiz chiroyli chiqishi uchun. Listga qog'oz qo'yib olamiz hammasini. Qolganlarini ham hammasini xuddi shu usulda tugib olamiz. Ikkinchi marta yoyganimda ko'ryapsizlar, juda ham yupqa qilib yoyib olmaganman. Juda ham yupqa yoyishingiz shart emas, shu listi bo'yiga yetadigan qilib yoysanglar bo'ladi. Albatta ikkita tomonini buklash esingizdan chiqmasin, bo'lmasa ichidagi suvlari chiqib ketishi mumkin. Hammasini xuddi shunaqa qilib yasab olamiz. Hammasini yasaganimizdan keyin list ustiga selofan yopib 10-15 minut tindirib qo'yamiz. Ikkita tuxum sarig'iga 1 osh qoshiq sut solib yaxshilab aralashtiramiz hamda o'ralgan pishirig'imiz ustiga surib chiqamiz. Hamma yog'iga yaxshilab bir tekis qilib surish kerak. Oralariga ham. Ustiga kunjut yoki sedana sepamiz. Hamda qizib turgan duxovkada 180 200 darajada 30-35 minut qizargunicha pishirib olamiz. Goodwell. Разумно. Просто. Совершенно. Mana pishib chiqdi. Juda ham chiroyli hamda mazali chiqadi. Ko'rib turganingizda ishtaha ochar. Xamiri ham juda ham og'izda eriydigan. E'tibor bersanglar, kesilayotganda ham uva bo'lib ketyapti. Og'izda eriydigan. Umuman xamiriga dro'jja solinganligi bilinmaydi, lekin xamir juda ham mazali bo'lib chiqadi. Ichlari ham qavat-qavat bo'lib, og'izda eriydigan somsa bo'ladi. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar, oila a'zolariga yoqadi hammaligiga. Yoqimli ishtaha. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.